Kreditga olganman. Oyma-oyga to'lab ketyapman. Nima qo'rqaman? O'zimga ishongandan keyin qo'rqmaysan. So'ranmoqdan oldik. Nasib qilsa mana yaxshi ish beryapti, foydalansa bo'ladi. Ro'zg'orga. Nima ishingiz bo'lsa qilsangiz bo'ladi. Asosan shu dehqonchilikda, agar atim bor shundan toshiyman, olib boraman. Kreditga olganman. Oyma-oyga to'lab ketyapman. Og'ir emas. Bo'ladi, to'lasa. To'lasa bo'ladi. To'lka harakat qilib dehqonchilikdan qilish kerak. Qo'rqsang borqa ish qilolmaysan-da, qo'rqmaslik kerak. Harakat qilmay uyga to'xtatib qo'yib yotsa bo'lmaydi. Harakatga barakat deydi-ku. Shuning uchun bemalol qo'rqmay olaversa bo'ladi. Kredit men bir kunda to'g'rilab berishdi ben. Oldinlar yugurish bo'lardi. Otanga bor, onanga bor deb. Hozir yo'q. Osongina. O'zimizda qishloq xo'jaligi yaxshi ish beradi sharoiti.